1 oktyabrdan prava so'raladi degan rostmi akalar? Assalomu alaykum hammaga. Mana bu minib yuradigan elektrichka monsterda hozir bunga ham prava so'raladimi yoki so'ralmaydimi? Tezligi 25 ga chiqadi tabloda. O'shanga agar ko'rir akalarimiz bo'lsa, mana shunaqa elektrichka haydab yurgan akalarimiz bo'lsa, uzoqlarga iltimos yozib qoldiring. Skuter va mopedlarga deganda o'shanga o'ylab qoldim. Menda ham prava yo'q-da masalan. Yana nima qilsa bo'ladi? Nomer taqish kerak deyapti, yo'q bu yoq deyapti. Mani xudo xolasa birga bo'lar. Men bugun 73-kunni ham xudo xolasa boshlab oldim. Men hozir restoranga kelganman, hozir bitta zakaz topshirdim. Endi hozir ikkinchi zakazga kelganman, kutib o'tiribman. Men xudo xolasa biz davom etmoqdamiz. Birga bo'lar akalar, to'g'rimi? 1 oktyabr kelsinchi. Agar uzoqlarga bilganlar bo'lsa yozib yuborsan, o'sha prava masalasi bo'yicha ham bularga ham so'ralarmikan yoki bularga unchalik zarur emas.